Assalamu alaikum, hurmatli No'xat Qarjima kanalına katılımcılar. Bugün biz 31 yanvar günü biz Ko'kjar ayılına geldik. Ko'kjar ayılına bir uy satıladi ekan. Daragini aytib ketsek. O'shda kelganda o'ng joqda Qizilqayadan kelganda sol joqda ko'chadan bo'ladi ekansizlar. Mana shu ko'chaning ati shu ko'chaning atidan burilib kirasizlar. Hozir daha burilgan joyni ko'rsatamiz. Bizdan olsa like, bosh kommentar yozib qo'ying hurmatli tuganlar. Hurmatli tuganlar, jonga aytgan yo'ldan mana bu batış yoqqa uriladi ekanmiz. Batış yoqdan yo'ldan kelganda 500 metr ichkariga ketgan. Mana batış yoqqach hozir shu joydan ma'lumot olib beramiz. Qarangizlar. Ko'kjar oila hukumatining Sarqonli degan oilida ekan. Hozir shu joydan ma'lumot olamiz. Hurmatli tuganlar, mana shu ariqdan suv olinadi ekan. Yeginingizga olib kelsangiz bo'ladi ekan. Shu ariqdan suv ketgan. Mana ko'chadan chiqsangiz ham bo'ladi ekan. Bu ko'chadan chiqsangiz ham bo'ladi. Bu yoq bilan kelsangiz ham bo'ladi. Hurmatli tuganlar, jonga biz burilgan yerden yo'ldan 200 metr ketgansa, 200 metr kirgandan keyin bu yoqqa ildiyoqqa tushadi ekansizlar. Mana bu arent mana oqqish uydan mana nimadan janda ekan. Shuni ildiyoqqa tushib ketgan hozirchi. Qaranglar hurmatli tuganlar. Biz hozir keldik. Uyesi bilan janda uyesi o'zi ko'rsatib beradi. Qaranglar. Doktor bor ekan. Svet kelibdi, suv ham kelibdi. Qaranglar. Hozir kiramiz, uydan jandan olib o'tamiz. Uydan jandan ko'rsatamiz. Tomorqa sevgi sotu ekan. Uyun niyesi bizim canımızda. Az koştut. Assalamu alaikum. Şafkat aka, biz geldik hizmetinizga. Mana istalvasi kelib tur, qaranglar, hurmatli tuganlar. Nereden? Naves bu. Qattiqroq silaymiz, Şafkat aka. 10 jarımga 11 uy ekan mana shu uy, qaranglar. Az ichini ko'rsatamiz. İçini ko'rsatamiz. Bismillahirrahmanirrahim deb keldik. Uyda sevgi sotu yer ekan. Ondan kirib ketdi hozir. Bismillahirrahmanirrahim. Uydan olish yo'l kelib chiqsanizlar bo'ladi. Nereden? Eski bulut. Ha. Nereden 50 santimetre ko'tarib turib, bu yoq sel bo'ladi da. 50 santimetre ko'tarib qo'ysa, alvonmen sel bo'lib qoladi. O, sel ekan. Birinchi o'ng joqdan kirdik, o'ng joqdan kirib boshladik. Bismillahirrahmanirrahim deb. Qadmayaklar shu vaqt qo'yganmiz endi. Bu nima ekanda? Shavkat aka. İspanya ekan ular. Qancha? 3,5 ga 4 ekan bu. Qaranglar. Hurmatli tuganlar. Birinchi komnata bo'ldi. Mana ikkinchi komnataga kirdik. Ikkinchi komnatada ikki aynak bor ekan. Yo'l joqda bitta, undan ko'cha joqda bitta. O'rtada pechkaning o'rni ham bor ekan. Qaranglar, bu qancha komnat? Yo, qancha nima kvadrat metr? Bu 3 ga 4,5 shunday. 3 ga 4,5 ekanda. 3,5 ga. 3,5 ga 4,5. 4,5. Mana kuxinasi ekan, qaranglar. Kichkina ko'y ekan. Buni ham uy qilib qo'ysa bo'ladi, o'z bolalarning uyi. Bu gideti bu jog'i 3,5 ga 3,5 ekan, ha? 3,5 ga 3,5 ekan. Qaranglar. Bor jog'i putib to'ka shu vaqt qolibni yo'qsanlar bo'ladi ekanda. Pulni oxirini aytamiz. Shu vaqt eshik aynaklarni qo'yib. Jasta bo'ladi ekanda. Qayerda? Ho. Hozir aytdim, chek olaman desang 600 ming. Ho. Ana yerda qo'shnilar 600 mingga sotdi. Qo'shnilaringiz qanday undan keyin? Qo'shnilar mana ana ko'chada grant kelgan. Olib kelsa bo'ladi ekanda. Sevgi soti ekan, olmolari bor ekan, ko'chatdan olib janingizlar olib ko'rsatadi hozir. Hurmatli tuganlar, ko'chatlari bor ekan, qarangizlar. Biroz jani olib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim deydi. Olma ko'chati bor ekan. Sevgi soti ekanda, qo'shnilar yashab o'tadi ekan, hurmatli tuganlar, qarangizlar. Uydan turishi shu ekan. Bu yerga eshik qo'yadi. Eshik qo'yadi ekan. Variant Qizilqayadan uy bo'lsa almashtiradi ekan. Puli bo'lsa 1,5 million deydi. Kami yo'q. Variant Qizilqayadan uy almashtiradi ekan. Shu ES nomerini yozib qo'yasiz. Bizdan olisda yer uy bo'lsa almashtiradi ekan. 1,5 million ekan pulich. Hozir bir quruq tomorqalar qimmat bo'ladi o'zichi. Qo'ng'ishlar svet bor, suv bor ekan. Qaranglar hurmatli tuganlar. Bo'lsa ES nomerini yozib qo'yasiz. Bizdan olsa. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh demaysiz. Ko'rishga tinch bo'linglar, omon bo'linglar.